Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube, Instagram, Telegram ko'rsatuvini tomosha qiladigan Gavhar onangizning obunachilari. Yana bir syomka qilyapman. Sizlarning savollaringizga javob beracakman. Girangullaringizni yashartirmadingiz, qirqmadingiz, necha holatdaligini yana bir ko'rsating. Devadingiz, ina qarang. Qarang. Bir tuvakdagini shoxlarini qarang. Yine açılıp başladı, xudo xolasa. Yine. Şunu 40 ming koyuverdim. Uzayıp ketip boyadır, uncha boşun emas. Başka hammasini 40'ganman qarang. Çok güzel bulup açılıyordur. Öte güzel holatda. Yine bular yine bir to'la açıldı. Kırkıp tashlaganman şu vaqtda. Qarang, juda güzel. Gözünüzü quvnatıp üsüp turibdi. Bular o'g'lim tuxumdan chiqarib bergan giranlar edi. Oppoq gullab turibdi. Katta gullar, qarang, qo'lima sig'maydi. Ajoyib giranlar. Qirqib tursangizlar, yashartirib tursangizlar chiroyli bo'ladi. Qarang, qanday go'zal. Derizani to'ldirib ochilib turibdi. O'rtoqlar, talablaringizga binoan giranlarimiz syomka etib ko'rsatdim meni. Hozir ishga ketjakman, oldindan ko'rsatib keyin ketyotirman. Hammangizga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.